Amir avtosavdo kechki bozorida $6,650 ga yaxshi Cobalt mashinasiga pollo kelar. Ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz yili 2015-yil 283 ming kilometr masofani bosayotgan 1 yevro mexanikasi bo'ladi okalar. Mashina holatlari zo'r holatda. Okalar balonlarni alishtirib oladigan ekan. Salon qismlarini ko'rishinglar mumkin. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Mashinaga yaxshi chexol, ko'li solingan 282 ming probeg yurgan ekan. Magnet fon kolonkalari bor. Temir gaz balonlar ustunovka qilingan. Motor, korobka, hadoq qismida muammosi yo'q deyapti. O'zini uchun tekshirib, prerk qildirib olasizlar. Kraska holati 25-30% yuzak kraskasi bor ekan. Uni ham o'zini uchun tekshirib olasizlar. Ichiga o'tmagan deyapti okalar. Shu mana krilosda ham o'zini metinlar ishi bor ekan. Qildirib olsangiz zo'r holatga keladi. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q. Mashina xullas olib mazza qilib binesizlar. Siz xohlagan dokument bo'ladi okalar. Aytib o'tgandek $6,650 shu quyida $6,650 ga 2015-yil 283 ming kilometr masofani bosayotgan minishga tayyor 1 yevro mexanika Cobalt mashinasi. Egalarning o'yinlarini qoldirasiz, bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin okalar.